Biz boshladik. Bitiruvchilardan yigitlar aqlliroqmi yoki qizlarmi? Bugun buni tekshirib chiqamiz. Bir haftada necha kun bor? 6 kun. Молодец. Senga почетный gрамота berdim, fal yo'llab berdimmi? Noto'g'ri. Sinxrofazotron so'zining ma'nosi nima? Bilmayman. Uyaling nelar yo'qsa, uyaling. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bir yilda nechta fasl bor? 4 fasl. To'g'rimi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Yerdan oygacha qancha masofa bor? Bilmayman. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Svetoforda nechta rang bor? 3 ta. Muncha молодецmi? To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida nechta modda bor? 118 ta? Kallangiz ishlaydimi sizda? Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mendeleyev jadvalini aytib bering. 7 qator bo'ladi. Aniqroq, nechta bo'ladi modda? 108 ta. To'ppa-to'g'ri. Ajoyib sovg'a sizga ISFC institutidan.